Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda kanalimiz obunachilar. Ish jarayonlarimiz davom etmoqda. Mana bugungi sana 2026-yilning 25-mart sanasida video qilyapmiz. Hozir havo harorati где-то bir 25 dan 28 darajagacha issiq. Ya'ni chuvalchanglarga juda yaxshi sharoit hisoblanadi. Bu joyimizga fevral oyida bahoriy oziqalarni berdik. Hozir ko'kalarimizni bir qator ko'rsatib o'tayim. Mana bahoriy oziqalarni qay holatda yegan. Mana ustini ko'rib turibsiz. Usti doimiy ravishda soya vazifasini bajaradi. Endi ustini bir qator ochamiz. Ko'rinayotgan bo'lsa, tagini mana shunday granula holatida yegan chuvalchanglarimiz. Bu toza begums hisoblanadi. Hozir bu joylardan bir qator ko'rsataylik. Agarda chuvalchanglarga oziqa bermay qo'yadigan bo'lsak, chuvalchanglarimiz ozib ko'payishdan to'xtaydi. O'shaning uchun vaqti-vaqtida chuvalchanglarga oziqasini berishni shogird aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Deyarli bir oy davomida berilgan oziqalarni batamom tozalab, yeb granulaga aylantirib tashagan chuvalchanglarimiz. Endi qiladigan ishimiz bu bioreaktorlarimizni fevral oyida bir qator og'darib yangi oziqalar bergan bo'lsak, endi bundan buyog'iga og'darmasdan shu turishiga ustidan qalinligini 7 santimetrdan 10 santimetrgacha qilib chuvalchanglarga yangi oziqalar berib boramiz. Hozir videoning davomiyligida chuvalchanglarga qanday oziqa yaxshiligini ham siz va aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Mana bu joyimizdan o'zingiz ko'rib turibsiz. Usti yeyilmagan. Endi ustini bir qator olamiz. Ko'rib turibsizmi? Juda yaxshi holatda chuvalchanglarimiz ishlagan. Buni og'darib berish har faslni boshida yangi oziqalar berilayotganda 2 oyda 3 oyda bir marta bioreaktorda og'darib, keyin ustidan yangi go'nglarni bemalol solsa bo'ladi. Agarda og'darmasdan soladigan bo'lsangiz, tagi balchiqlanib, chuvalchanglar tagiga tusholmay, begumslarning sifati buzilib qoladi. O'shaning uchun ham har faslni boshida og'darib beramiz. Ya'ni fevral oyida bir qator yaxshilab og'darib, oziqalarni bergan bo'lsak, keyingi og'darishimiz may oyining oxirida bir qator og'darib oziqalarni berib boramiz. Mana bu joyimiz ham boya ko'rsatib o'tganimizdek, bu yog'ini bir qator ko'rsatib o'taman. Usti doimiy soya vazifasini bajaradi. O'zingiz ko'rib turibsiz. Chuvalchanglar yegani shunday ko'rinib turibdi. Granula bo'lib. Bu joyimizga mana ko'rib turibsiz, 5 ta mashinada molni go'ngga tushirgandik. Xudo xohlasa yana 10 ta aytganmiz, mana bu joylarimizni tushirib boradi. Molni go'ngga mana ko'rinayotgan bo'lsa, mana shunday somon aralashgan bo'lsa ham hech qanday chuvalchanglarga somondek ziyon yo'q, chunki namligi 70-80% doimiy ravishda bo'lganda somoni, cho'plari chirib chuvalchanglarga oziqa bo'lib ketadi. Shogirdlarimizga tavsiyam shundan iboratki, mana shunday go'ngda olishni tavsiya qilamiz. 3-4 oydan o'tgan, shilta bo'lmagan molni go'nglari. Jarayonlarimiz davom etmoqda. Keyingi jarayonida
Mana o'zingiz bir qator ko'rib turibsiz. Qay holatda yangi oziqalar berilyapti. Keyingi jarayonida ko'rib turibsiz, barcha bioreaktorlarimizga chuvalchanglarni oziqasini berib bo'ldik. Va keyingi navbatida kuniga 2 mahaldan 5 kun davomida suv berib bordik. Mana bugun 5-kuni hozir suv berib bo'ldim. Undan keyingi chiqarayotgan videomiz bu. Hozir chuvalchanglarni yangi oziqalarga, mana yangi oziqa berilgan. Kuniga 2 mahaldan suv bergandan keyingi holatni siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tamiz. Chuvalchanglarimiz chiqib boshlagan. Yangi oziqalarga ayrim joylarda sal sveji go'ngam ketgan. Sal sveji go'ngam tushdi. Shuni aralashtirib berdik. Yarmiga sveji, yarmiga quruq holatdagi go'ngda bir qator yuvgandan keyingi berilgandan keyingi holati. Mana bu joyimizni ham ko'rsataman. Kecha yaxshigina yomg'ir yog'ib o'tdi bir qator. Shunday bo'lsa ham suv berdik. Chuvalchanglar ko'rib turibsiz. G'irjillagan holatida yangi oziqalarga mana o'tib olgan. o'n 18 ta bioreaktorga yangi oziqalarni berdik. Bitta bioreaktorimizga zakasimiz bordi. O'sha bioreaktorimizni qoldirdik. Barcha bioreaktorlarimizdan chuvalchanglar o'tganmi yo'qmi, shuni ham siz aka-ukalarimizga bir qator ko'rsatib o'tyapmiz. Bu natijaga kuniga 2 mahaldan suv berib bordik. Bahor mavsumi bo'lsa ham, yomg'ir bo'lishiga qaramasdan, chunki yomg'ir suvlari go'ng tagigacha yetib bormasligi mumkin. O'shaning uchun mana bu joylarimiz endi o'tib boshlabdi. Barchasiga yangi oziqalar berilgan. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz, yangi oziqalarga juda yaxshi holatda o'tib, mana moslashib boshlabdi. Mana bitta mana shu bioreaktorimizni zakasimiz bor edi. Shu zakasimizga olib qo'yibmiz. Chuvalchanglarni zishligini mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Juda yaxshi holatda va zich holatda bo'lib turibdi. Tuxumlari ham bor. Bir qator barcha bioreaktorlarimizni deyarli ko'zdan kechirdik. Chuvalchanglar juda yaxshi holatda yangi oziqalarga o'tib olgan. Xudo xohlasa
Bundan keyingi oziqasi xudo xohlasa aprel oxirlarida bo'ladi. Keyin ustidan somon yopa boshlaymiz.